tug'ish yoshdasiz va sizda yo bachadon ikkita tuxumdonlar bilan olindi yoki ikkita tuxumdonlar ham olib tashlandi ayrim sabablarga ko'ra. Unda sizda xirurgik postmenopauza boshlanadi. Erta klimaks. Bu nima? Qizishlar, uyqusizlik, yig'loqlik, tez xafa bo'lish, xarakterdagi o'zgarishlar, qon bosimi ko'tarilishi, metabolik o'zgarishlar, qon tomirlarda ham o'zgarish bo'ladi. Suyaklar mo'rtlashib, yemirilish boshlanadi va hokazo. Chunki estrogenlar tuxumdonda ishlab chiqaruvchi gormonlar organizmda barcha joylarda estrogen retseptorlar bor. Buning uchun albatta siz operatsiyadan keyin menopauzal gormonal terapiya olishingiz zarur. Faqat o'zboshimchalik emas, albatta ginekolog maslahati bilan. Pastda opisaniyada bemalol barcha ma'lumotni yozib qoldiraman. Oliy toifali aksher ginekolog, reproduktolog xirurg Qobulova Gulbahor Pirimqulovna.